Şöyle adem kırıvarsın ya. Bir adem bu. Assalamu alaikum. Muhaciratdagi aziz qarindoshlar, hammanglarning shu vaqt xayrli bo'lsin. Men To'liq Hamiddan hammanglarga salomlar bo'lsin. Hammanglarningki Ramazon oyinglar muborak bo'lsin. Men tunugun 2022 yili 3. ayninki ne çok ketdi. 13. kuni Tibetlarninki bir faaliyetiga berib keldim. U yerda hamda bir Tibetlarninki bir mishada faaliyet qilib qilgan tunuga rasm chiqarib qo'ydim unimi. Shu yerda bo'ldik. Men va mening bir do'stim. U yerda hamda u Tibetdagi kelgan odamninki so'zlagan leksiyasininki azrog'ini men deb beray. Birinchidan u odam o'zininki Tibetda irqiy qirg'inchilik bo'layotganligini, undan keyin Xitoyninki shu besvilangan zaman ekanligini aytdi. Undan keyin Tibetda shu Chenchuanko kelgan vaqtida bizga qanday qilgan bo'lsa, ularga shunday qilganlik to'g'risida uni aytdi. Ondan keyin o'zlariga irqiy qirg'inchilik qilganligini aytdi. Undan keyin Consultation Company'ninki shu ishkirlarda burunqi jinoyatchilarninki burundan banas ekanligini shunga doir narsalarni so'zladi. Undan keyin Tibetninki tegidagi sum miqdorininki necha milliard kubga yetadiganligininki buni o'tgandimi Dilyar Musabay apandim o'zininki programmasi so'zlagan, diqqat qilganlar bo'lishi mumkin. Bundan keyin neft urushi yoki oltin urushi yoki pul urushi bo'lmaydi, suv urushi bo'ladi. Tibetninki shu yer osti boylig'ida necha milliard kubga yaqin suvninki tatliq suv manbasi borki, saqlaqlikka. Tunugun onun o'zi dedi, tunugun endi yoshlarninki oldiga tashlab berdi endi. Bizda shunday narsa bor, bizni o'ynaydigan yering keldi, qartni tashlaydigan yering keldi degandek qilib shunday gapni qildi. Undan keyin bizmi uning oldida men so'zlashdim burun, undan keyin biz kirgan chaqdimi u yerdagi shved apandimlarga, xonimlarga so'zlayotgan chaqda hech qachonda Şinjan degan so'zni ishlatmaysa, bu biz Qirg'inga haqorat bo'ladi. Undan Sharq Turkiston degan so'zni boshdan oxirmish programmada Tibet bo'lsa, bizniki Sharq Turkiston bo'ldi. Şinjan degan so'z ishlatilsa bo'lmaydi dedik. Uningki haqiqatan yig'inninki boshdan oxiri Sharq Turkiston degan so'zni qildi. Undan keyin men chiqib bu yerda azroq Shevchida ota-onam 2017dan boshlab hozirgacha Consultation Company emas, Xitoyning turmusida dedim. Undan keyin mening ota-onam o'xshash Uyg'ur xalqi ashada irqiy qirg'inchilik uchrayotdi deb, endi o'zimniki ota-onamniki davosini u yer faqat ota-onam to'g'riliqli so'zlay desam, u bir Tibetlarniki mustaqillik to'g'riliq mustaqilchilarniki ochgan yig'ini bu ayadilik faoliyat bo'lgandan keyin men guvohlik bergandek bo'lib qoldi ekanman. Shuningga u yerda ota-onamnikini qisqa so'zlab turib, o'zimnikini bizning vatanimizniki Sharq Turkistonniki masalasini qisqachilab irqiy qirg'inchilik bo'lyotdi. Bu narsani Amerika hukumati chiqadi. Undan keyin irqiy qirg'inchilik bo'lyotdi. Undan keyin bizga mustaqillik kerak. Bizning birdan bir chiqish yo'limiz mustaqillik degandagidek temada gap qildim. Endi qarindoshlar, o'zinglar ko'ryapsizlar, shuningdan bir oy, 2 oy burun Dunyo Uyg'ur qurultiyininki bayonotchisi Dilshod Reshit apandim Shvetsiyadagi solchilarninki mediasida necha Şinjan, onun keyin folk murdari deganni, ya'ni irqiy qirg'inchilik deganni kultura
Murdari shunga o'xshashlik, irqiy qirg'inchilikni madaniy irqiy qirg'inchilik degandek suvab mishadagi medialarda shunday qildi. Lekin gap shu o'zimizniki qarindoshlar. O'zimizningki qizil chiziqimizni yo'qotmasak, o'zimizning maydonimizni yo'qotmasak, u chunki da'voning egasi biz bo'lgandan keyin da'vogar muttaham bo'lmasa qozini yangmabdi degandekidek biz o'zimizningki siziqini, o'zimizningki tuproqimizning ismini o'zimiz atamasak, o'zimizga nima kerakligini o'zimiz demasak, shu tünügünki Tibetlarnikida qarab ben endi hayron qoldim. Ajoyib yaxshi so'zlarni ishlatdi, lekin jallaq Xitoyning kachtiga uradigan so'zlarni ishlatdi. Shundaq yaxshi gaplarni qildi. O'zlariningki shu mustaqillikqa bo'layotganini, o'zlarining tayyor bo'lganini har qachon bugunmi mana bu odam shu Shvetsiyaningki ikkinchi cho'ng shahardagi sanoat shahridagi Gazenberg Üniversitesi'ydi. Göteborg Üniversitesi'da nutq so'zligini bugün katta yana işte so'zlayotdi. Bizniki qachonlar qarsa shu ocham nada, ammacham nada, ashundaq kishilik huquq, yani diniy Uyg'urlarning yiziqini yo'q qo'yib bordi. Ma'rifshunoslarni akirib ketdi. Tayyor shu cho'ng bir hukumatningki tashqi ishlar ministri Pompeo apanim chiqarib bergan shu qarornomanimi shunimi tuzak xalqaro sahnada ishiltanmayotdi. Ishiltanmaydi ham. Men 5-yilning oxiri deylik bu narsalarni bularningki yugini bor, bular uni deb chiqolmaydi teshiga, undaq deb kelaylik buningga. Shuningga tunugunki meningki yig'indan olgan ta'siratim shu. Tunugunki yig'indan olgan ta'siratim men tunugun ashada irqiy qirg'inchilik dedim, Sharq Turkiston dedim. Bizga mustaqillik kerak, bizning birdan bir chiqish yo'limiz mustaqillik dedim, ota-onamning masalasini dedim. Meni yig'in zaldan chiqaryapti qarindoshlar. Hatto Pompeo apandimningki davlatlarning men chiqqan o'zimning yasatgan narsam botdi. Shuni ichib qo'ydim ashada. Ashadagi Amerikaning qaroridan tortib, shu uydagilarning rasmlaridan tortib, davlatlarning bayroqlaridan tortib, chekiga maxsus bizning Sharq Turkistonning xaritasidan tortib, China Stop China sayt degan. Hammani qo'yib qo'ydim o'sha naq maydon. Mana sangni yig'ib etib chiqat yig'inzaldan demadi qarindoshlar. Demaydi-ki, Sharq Turkiston deb ishlat, Xinjiang desang bo'lmaydi, bizga haqorat bo'ladi. Biz mustaqillik izlaymiz desak, uningdan keyin bir neçesi bilen sen bilen bir aloqalashsa qo'lam deganda deb telefon nomerimni yozib olganlar bo'ldi. Telefon nomerimni yozib olganlar bo'ldi. Facebook'dagi ismimni so'rab yozib olganlar bo'ldi. Endi u odamlar bilgan olmaydi qanday odamlar, ammo qiziqib hayron qildi shuni bilan qo'yib qo'ygan. Bu Shvetsiyaningki bir tarixida mutlaq bir yerda o'zinglar ko'ryapsizlar, dunyo Uyg'ur qurultiyining bayonotchisi bo'lgan odam Dilshad ashundaq deb o'tadi mediada. Endi ochiqdan ochiq bir faoliyatchilar, uni uyaga Shvetsiyaningki pensiyaga chiqqan parlament a'zolari, boshqa muhim odamlar bilgan bo'lmaydi uning ichidagilarni. Qiziqib telefon nomerimni so'raganlar bo'ldi, aloqa qilish numeraimni, Twitter'im bormi deganlar bo'ldi, yaxshi so'zilding deganlar bo'ldi. Demak, endi davlatning ichida har xil kuchlar bo'ladi. Masalan, Xitoyni yaxshi ko'rmaydigan kuchlar bo'ladi. Xitoydan pul topadigan kuchlar bo'ladi. Xitoyni bizni rasmiy qilib turib, Xitoydan tijorat orqali pul topadiganlar bo'ladi. Har xillar bo'ladi. Biz o'zimiz qanday o'zimizning rolini joriy qildira olsak, bizga qaysi tarafimiz yarasa, shuning ichidagilar shu bizni tanlab oladi. Yoqmaydiganlari alan tanlaydi qurultaydagilarni. Tijorat qiladiganlar. Parchalayma yoki o'zimning davlat manfaatini, shu ishlarni men qilib qolma deydiganlar biz taqilchilikdan tanlaydi degandek. Shuningga bo'lmaydi, voy bo'lmaydi-ki degan u quruq gapga men tunugun o'z ko'zim bilan berib, o'zim qatnashib, uningdiki men shu parlament, shu ayolga berishdan burun men ma'ni o'qiymanmi, men o'qisam bo'lamdi, bo'lmamdi deb men avval avatvatsam bo'ladi, o'qisang sen jiq demasan, shunchalikni jiq narsa demasan bo'ladi degandiki men o'qidim. Bu yerda Sharq Turkiston degan gap bo'lindi, irqiy qirg'inchilik degan gap bo'lindi. Biz mustaqillik talab qilamiz.
bizningki mustaqil talab qilish nimamiz bor, bizning besiylangan zimin, undaq deydi. U yerdan biz yoqimizni ishtirib, ya gajgimizni ishtirib chiqarib etmedi. Gap o'zimizningki shu siyosatchilarning oldida yoki shunday faoliyatchilarning oldida, ondan keyin Tibetningki kelganlar shunday xo'sh bo'ldi. Voy Uyg'ur do'stlarim shunda deb kelib, undan keyin nima qildi? Undan keyin Tibetning keyin bir mustaqilchiklari shanba kuni Shvetsiya parlamentining oldida namoyish bo'ldi, kelpagan dedi. Ularga bo'ldi deb xabar berib qo'ydim. Biz birlashib ishlaylik dedi. Men dedim, mening tashkilotim yo'q. Men tashkilotning odami emasman. O'zim ota-onam deb qilayotgan. Undaq desam, şeyde Tibetniki bir ayol var ki, şu ayol şeyde dedi. Men sizlarninki bir neçe kimler keladigan bo'ldi desam, kelgan. Dedi, bo'ldi men shanba kuni kelay desam, ota-onamning onasilarini ip kelgin ko'tarib, ana yaxshi yastibsa buni qayerda yasatding? Deganda gaplarni qildi. Meyada deb o yasat qayalarning adreslarini deb bergan bo'ldim. Birdan paranglashgan bo'ldik. Mana shunday gaplar qarindoshlar. Hamda bu narsalarni yana shu so'zilsak, endi so'zlayverdik bizmi so'zlayverdik qarindoshlar. Bizni bosturimizda har xil jidallarni chiqirmoqdi, to'kmatlarni qilmoqdi, urushlarni chiqirmoqdi. Shundaylaqa endi haq qilayotgan ishimizni nahaqqi burab qilmagan askiliklar, qilmagan attiliklar qilmoqdi. Vatan bizning vatanimizga qarindoshlar. Sharq Turkiston bizning Sharq Turkistonimizga, shu aziz yurt, shu ana maktablarimiz, o'qigan universitetlarimiz, o'ynagan mahallalarimiz unchalik zamonga xoinlik qilib ketmasakmi, unchalik nacharlik qilib ketmasakmi bo'ladi. O'zimizning zamini o Xitoy bilan bak yashag'isi bola bo'lsa, ishkirga berib yashabas bo'ladi. Ashlarninkida yo'q, men Gongsandangni yaxshi ko'radim, ya Xitoy bilan ayrilmaydim deganlar, lanjoq berib yashamdi, Beijingga berib yashamdi, nima berib yashasa bo'ladi. Ammo bizningki xalqimiz hozirgacha texi hozirgacha akirayotgan ishlar bor qarindoshlar. Uzilib qolgani yo'q. Akirayotdi. Bir chiqqan odamning tayini yo'q. Chiqmayotdi asos jihatdan odamlar. Shuning uchun kirib, shuning uchun o'lib ketyotdi. O'tirib olmizmi? Ota-onasiga ega chiqsimi tillayotgan. Aslida shundaq ishlarda masalan mening bilishimcha butun dunyoda bakchiq ota-onasi kirib ketgan urug' tuqqanlar, akalari, inilari chiqmaganlar bakchiq. Asli hamma davlatdagi odamlar shu parlamentning oldiga berib turgan bo'lsa, kun naq maydon qilsa bir asatdan hammamiz kelishib bir shundaq bir aktivistlar bir guruh qilib shuning bilan shuningdan keyin biz qurib chiqsak, shundaq bir o'zimiz ham qurib chiqsak da bir guruh qurmaymiz, o'zimiz bir kelishib, o'zimizningki davlatiningki vaqti to'g'ri kelgan vaqtida shu parlamentni oldiga hammamiz gupirlib chiqqansak, Xitoy qo'rqatdi qarindoshlar. U Trump ketamdi, Pompeo ketib qolamdi, u Bayden uxlab qolgan chiqamdi, u boshqa. O'zimiz u Xitoyning yuragini titrtalaydigan, titrtamaydiganmi o'zimiz? O yolg'izlam Trumpning vaqtida bizga ega chiqqan tema Bayden chiqibmi, Ukraina chiqib, manda bo'ldi emas. Biz qanday o'ynay olamiz? Biz qandaq siyosat sahnesida biz o'zimizning rolini qandaq joriy qildira olamiz? Mana shu guvohliknikidimi yana qilsak, yana bo'ladi, yana chiqib parlamentlarning oldida turib, kuniga bo'lmadi degan chog'da bir yarim soatdan bo'lsa, men kun isib qolsam, oldin qatlar so'g'aq bo'lib ketdi, undan keyin maydonning ishlari bilan aldirashib, shunday bo'lib ketdi. Undan keyin hozir dars olayotgan yerlarim bor, o'zimning chet ellik do'stlar bilan hamkorlashib qilayotgan ishlarim bor. Shunday bo'lgandan keyin shimoldirashib parlament oldiga chiqqanligim bilan o'zim oq yo'lda qilayotgan yerlarim bor, tunugun yozgan narslarim, tashviqot qog'ozlarim, olib bergan yerlarim bor degandek. Shundaq narsa. Shuningga qarindoshlar, ota-onamizga shu vaqtimizda ega chiqayli. Shu har qachon bizningki erkak qirg'inchilik bo'lyotdi. Sharq Turkiston bizningki ziminimiz. Xitoylar besiylangan degan gaplar bo'lsin, meni qarindoshlar. Tunugun shvedlarninki ko'pinchisi emas, ashad so'zlaydigandan tortib hammasi Sharq Turkiston, Est Turkiston yoki Shvetsiyaga O'st Turkiston mushu gapni qildi. Uniki janosayd bo'lyotdi dedi, janosayd. Uniki men chiqib erib shu mustaqillik bo'ldi deb azroq so'zildim. Qabul qildi, ular qo'g'lab chiqaryapmidi. Andan keyin aychib qo'ygan narsamni men yig'ishtirib, men ket bu degan bir kishilik huquq, diniy erkinlikning yeri degan gapni qilmadi. Aksicha chiqib qolgandan keyin men andaq chayog'ini kessam,
Kaynımdan beri mındaq yerim mındaq urup oymasi kömeptimen kemme palançın tonamsa Şvetsiyadaki paliyatçı palan pokonçun tonamsa o bu. Degandek aqlya tonima dedim bunundaki bizsin kömepti kemiz dedim. Men menenki ma Facebook adresim şu palanç vaqtdan beri Şvetsiyadaki parlament aldım işlemişten çıkıvat meni. Boldu ya qarindoshlar, bo'ladi ekan deylik, bo'lmaydigan ish yo'q ekan de. Shuningga gap o'zimizniki qanday. Anaqdagi men shu Dünya Uyghur Qurultayınınki bayonotchisi Dilshod Rashid efendimga shunday deymanki, siz ikkinchi qatam Shvetsiyaniki sosyal medyalarda kultura murdari yoki Şinjan degan gaplarni ishlatmagan yaxshisi. Men oldin qaytdim bir askartib o'tib ketdim. Men endi biraz bo'lmaydigan o'xshamamdi bir yerdan degandim endi sizning shvetscha saviyangizni bilaman. Siz kelganda o'qib boqmagan, ishlab boqmagan odam, pensiyadagi hozirgacha tilingizning qayerdan qayerga ishligini obdan bilmay, xitoychadan boshqa hech nima bilmaysiz. Shuningga o tarjimoningizning kimligini obdan bilaman. Naytda kelishtirib, ara yozishganlar burunqi oynab ketibsizlar obdan medialarni. Qalaymikan qilmanglar Uyg'urning ishini. Xotiningiz bu vatanda yashab boqmagan bilan biz yashab boqdik. Sizning xotiningiz O'zbekistondan men kelib tarjimon bo'lgan bilan burunqi ajrashib ketdim deysizlar, ammo munosabatinglar bor-ku, ilm berim, pul, Ma'nın bek münasibetler güçlük-ku. Westeriyonni teşhireydigan bolsak, ikkinlarning şönfinjangini ballaraڭlarnikidan sükep turib, necha million pul chiqar. Ben başqa gapni qilmay-a. Onundan keyin o'tganda Dolqin Aysa efendim siz şu nimedeki Germaniyadaki yaşlarning uyine kirib, tug'liq mushtuna Xitoy ota-onasini qo'yib beradi ekan, shuni bizni tillab olaydi degan gapni qayta namoz qilmay deb aytibsiz. Men yaqinda Germaniyada bo'laman. O degan gaplaringizni yana bir deganlaringizni menga deganlarniki menda ovozi bor. Men Germaniyaniki saqchi darsiga berman. Bu bir. Ikkinchidan men sizga qancha joyning qanchinchi kuni shunday gapni qildim, menga siz dakazatni siz berishingiz kerak, sizning og'zingizdan chiqqandan keyin. Siz chunki bir Dunyo Uyg'ur Qurultayining raisi turib, ashundaq bir ikkilas paskash gapni qildingiz. Siz numus qilmay turib, qo'lingizdagi meni qo'ygan odamni bosh qo'ymadingiz. Siz numus qilmay turib, ashnanga chapay yapdingiz, Nijat Turg'unga nima deb parlamentning oldida uningga so'z berisizlar deb. Parlamentning oldida so'z beramdi, bermamdi, parlamentning oldida hamma odam bor edi. Ba'si nim bo'pti. Bergan bo'lsa, ota-onasining bir ikki qiz dardini so'zlab olsin deb berdi. Uning tashkilotning nomidan uyushtirgan bo'lgandan keyin, unda qilmasin men kunda shu parlamentning oldida. Senda vijdon degan narsa bormi, yo'qmi? Ma'ruzimiz Alloh baloyingni versin seningki. Ota-onangning balosini versin, apangga laylimi dozaqni tilla, vaylin dozaq tilayman men shu Ramzon ulug'ayga. Sen meningki mening qilgan haq davorimni, meningki men degan narsalarımni sen yo'q chiqarish uchun, men tuhmat qilganligim uchun men cho'qim seningki, men sening aramchiligingni men seningki buzib etaman. Mani sen bilib ol. Umar Qanat efendi men sizga qo'yay. O Dilshod Rashidchi qarang. Men uningda qo'rqmayman. U bir mening qo'limdagi bir tük gazet. Qo'limda tutib turibman. Deydigan bo'lsam uchib ketadi. Sen haq cho'ng bilganing bilan, sen haq qo'rqqaning bilan men qo'rqib ketmayman uningdan. Men uninkini mashto charak men bilaman uninkini. Tushunishdingmi? Qurultaydagilar ma'ni obdan bilib bilish. Sotqa uni sotqa beradigan deb Umar Qanat efendim xonimingizne avatib baqdingiz, tingtinglar. Tug'liq Hamidning qo'lida nimbaka chekib ila Xitoylar majan o'ynasa, unda mo'li qilib baqadiku. Mo'li qilib beqish uchun xonimingiz Bilal Ibrohim Turkistonni izlab baqqan odam tug'liqni tepalab meshakib men topolmamda. Shu ketgan pullar shu o'zinglarning yanchiqidan chiqmaydigan-da, shu Uyg'urni setayotgan shu UHRP shu kishilik huquq proyektini elayotgan shuning ichidan beradigansizlar. O ayolınız şunun şu miyayla kelib rasmlar uchun faoliyatlar qilib olib enidi ko'rsatadigan-da. Agar mening uchun haqiqiy kelgan bo'lsa, turib sotqib bergan bo'lsa bo'ladi.
Abi gün biz man yaqmay tutsam optike, işte bizim üstüge ketdi. Çattıqımda mening 40 nazir çıqamdı. Men bilen işim benimki. Hayinning 70 pushtiga 70 avlodiga Allah balasını versin bo'ldi. Millatni satqanlar bo'lsa do'zax olsun. Kuyib ketsin, veylonu do'zaxda kuysin. Uyg'urning qinini ishgan, Uyg'urning qinini satqan, Uyg'urni mushu kunga kelib qo'ygan, Uyg'urni indigenous people qilib atgan, ya'ni yerlik millat xalq qilib atgan, Uyg'ur avtonom tilagan her qandığınınki Xudoyim balayingni versin. Men endi deb qo'yay, men bunda jiq buningdagi men ekran yuzida bo'lib ketmayman, chunki men kompyuter o'qishni plan qildim. Uningdagi ota-onamning ishlari bor, men bunda bo'lib ketmayman. Qanday ishlarimni salamsa, qanday ishlarimni salmoq pek muhim ish bo'lsa chiqmayman ekranga buningdagi. Gapni uzib qo'yay. Qandig'ing bo'lsang yoki qandig'ing bo'lsang, men bilan mana qonundan yoki suddan deysan, qurultoy bo'lamsan mana men. Rishad Abbas, sen o'tganimga kelib mening qo'limga narsalarni ko'rib baqsam, undaq, meni unda deb ket, mundaq deb. Men sen deb qo'yay qara. Sen mening qo'limdagi narsani ko'may, Tug'luq Abdurazaqning qo'lidagini ko'r. Seni Amerikadagi mashrabdan qo'ng'onga tep chiqaydi-ku cho'nglar. Rishad Abbas, seni xoin degan-te Tug'luq Abdurazaq. Ya sotqı vermedin, ya işlemi qilmading, ma'lum ishni hal qilsang qil, bo'lmasa bizning mashrab tutma deb ona tep chiqarib yetibdi. Sen ekranda ayada, mayada aning bilan rasmga tushib, maning bilan rasmga tushib, asingning ayonida qamda biz bir to'qay rasm chiqlan bilamiz. Ham yatamda, qopamda qilishamsa, aytishamsa o'zingning ishi, lekin millatga qilyapsan. O'zingnikini obdan bilasan. Tushundingmi? Qo'ng'onda po'qim bo'lmasa, Rishad Abbas Uyg'urniki jasusi deb tamg'angni uraversa, nima deb sudga bermaysan? Nima deb chiqib ekranda bir yig'i shundan qarshi gaqlanmaysan? Ha? Qisang olmamda. Angla, Umar Qanat, To'lqin Aysa, Rishad Abbas, Roshan Abbas, Alip dikimmi, parip dikimmi, yana birlaring dunyo Uyg'ur qurultayiniki ishdan kuchiklari cho'shqamgan go'ylar mana milliy munofiqlar meni anglash. Qanday vaqtda qonun bilan oldim kelsang mana men bor. Men Shvetsiyaga Dilshod Rashid, seningmi tarjimon xotining men senga deb qo'yay qara. Bugun meni qartizimga tiqib etibdi. O'tganda menga ayliqi besaqchi telefon qilib kelyo deb tarjimon bo'lmayman sizga. Undaq mundaq, saqchi undaq mundaq deyapti mening saqchi bilan. Qaysi saqchininki undaq mundaq desam, saqchi umuman xatolashgan u deb qo'yib etib qipti qara. Men unda o'ylardan, unda narsadan qo'rqib ketmayman. Sen tazobdan bilasan meni, yana bilmasam, bu da uyingni oldiga berib bilan bildirib qo'yman. Uyingning oldini bilman-ku. Uyingning oldiga berib bilan bildirib qo'yman. O chaqda oilaviy kirimiz, necha xotining bo'lsa, shuncha xotining bilan problemni ichiga tang kirimiz. Chandam buningdan keyin sen Shvetsiyaninki hech qanday mediasida yoki aralashma Shvetsiyaning shu o'zingning qurultayingning ishini qil. To'lqin Aysa apandim, men sizga degandim. Sizningki tashkilotingizning ichida saranglik kinishkisi bor odam bormi, yo'qmi? Bir sarangni ishiltish tashkilotga nisbatan bu qanday gap deb. Uningdan keyin tashkilotingizning ichida muhim amallarlaringiz ichida ayoli chavul dokumentlar, ya'ni yeşil pasportlar Xitoyga berib kelgan odam bormi, yo'qmi? Mana bu satr javob bermading. Sen javob bermay turib To'lqin Aysa, sen meningki ustimdan andaq-mandaq deydigan onamning haqqi yo'q, men senga deb qo'y. To'g'ri, erketikasini bir nima dedim, hammangni bir nima deb chiqdim. Sen haq meningkini nirvamga tegmagan bo'lsang, yana bir ishni qilmagan bo'lsang, qaysing ular meningki nima ishim bordi? Ota-onamning namoyishini qilib, dadimni aytib qo'ygandan keyin so'zlab kirib ketdim. O'g'ani qisib o'tirishgan bo'lsam, qismagandan keyin chiqib so'zildim, toza ichivatdim, men rost chiqdi-ku. Qog'inni sud bilan qonunni oldiga kelmamsa. Uningdan keyin meni ushaq-pushaq Facebook'lar bor, ichivilib odam tillaydi bu. Menchu qonun yo'lini tutib qilayotgan odam, qonun bilan apilishayotgan odam, men hargiz undaq tushpay ishni qilmayman. Bu ekranning oldiga chiqib so'zlayotgan odam, ekranning oldiga chiqib dalalayotgan odam, ushaq Facebook'ga chiqib odam tillab nima ish qilaman? Og'zimni buzsam buzalayman, buzdim-ku uning oldida. Buzolmaydigan ish yo'q-ku.
Şu adil çınarlarını septirip, nimişlerini kımıdan ben Gollandiya'ya 5. ayda 7 kol girip ya 7 baramam. Bağan çağda şu yıllık bizim Emdullah bilen yani bizim bilen ben Nahmeydan'a teklif kılmam. Kandı bir oynasa bir oynayma kanun bilen oynamasa ben erkekçisini kılmam beşide. Çıkamsa oynamsa kanday kılsa yalnızam gama atamsa bir deyman. Yo'q desa unda olsa mana unda osman deb. Dava tuflab qo'ygan lıq materialı bor. Elib olib borib danqaqninki saqchixonasiga topshirib beraman. Ya nomus qilishmay har xil akkauntlarni ichib degan rasvo gaplar bilan degan ota-onam deganga shunchalik haqorat qilishdi. Men saqani ota-onasiga haqorat qildimmi? Men saqa qilgan bo'lsam men qurultayga haqorat qildim. Qurultay bir sening qurultayingmi? Xitoyning qurultayi. Dunyo Uyg'ur qurultayiga kirganlik, Jungo Kommunistik Partiyasiga kirganlik. Yolg'on gap emas u. Tolaynas va qulamda. Va aka bu dadangni ish nima qilmamdi, men bunda desam, men xatirjam bo'l, ishkdan moltayni ko'tarib, biladi ya deb. Ağzımni içmezsen kalk dolama şu ben sana dap koyayım. Andak pitlerini yığıştırıp özümün işini kıl. Sen kalkınki bir adam kırıp ona tatlamagan dinken. Bir yerde taz yığılavatsa bilevatımız. Vay 10 kanat kurulmuş bulat diye 10 bin kişilik imza deyip ertugün kazının yerildi, kazının çekildi. Bir-birisini çişleydi kavaklar kilidi, bir-birisini kayışlar oldu. Ben onda ilaqi lümlüm başlıq paqpaqladın emas. Meni onda nəticəsi. Mening üçün qarindaşlar Ramazan turibdi, Xudo turibdi, ulug' kun turibdi. Türmədəki apam dadamdan bilan qasam qilmay mening onda jiq Facebookum yo'q. Birlam Facebookum bor Müştəqulluq Xulja degan. Buni men shu 2009da ochgan emalimda qilgan. Gmailim bor, uningda parlament a'zolariga yoki yozadigan yerlarga Gmailimni ishlatmam. Bu Facebookumni shu 2009 men o'qish kelgan chog'da Hotmail deb ochgan chog'da shuningda ochgan. Mening boshqanda Facebookumdan ichib, haqni birnimning balasi og'zing birnim qilmanda tillaydigan ishim yo'q. Tilsam ekran ochib tillayverma. Bo'ladi ekan bu, qurultaydikilar, bu Sharq Turkistonda bo'ladi ekan bu, erkak qirg'inchilik nimanga yetishmay ketdi. Üzülüp getirgan pullardan yani biz nereden asır atamsa? Közümüzde içedeyli qarindaşlar vatandaşı tim qanek qatıdı. Körüngen taq jirak emas sizga mi kiloyor deb bizning beshimizga kelgan kun insonning beshiga kelmasin, Xudoyimdan tilamaymiz. Vatanning ichida bir Uyg'urning teshida ota-onasining turmada turib urug'liq qilib bir Uyg'urning o'simi teshida turib vatanni saqlab bergani biz uchun eng afzal. Ammo unda qurultayingni qo'g'dash uchunga, qurultayingning obrazini tiklash uchunga, qurultayingning obrazini tiklash uchunga yaxshi da'vo qilsang bo'ladi. Yaxshi inqilob qilsang bo'ladi. To'g'ri yo'lda mansang bo'ladi. Lekin unda chiqqan ayollarga Eriyoq ayollarga adam silib, har xil tillar bilan tillig'izib, badnam chaplig'izib. Unda ishplasliqlarni qilsam, uningga biz yo'l qo'ymaymiz. Men dunyo Uyg'ur qulug'ini dim tutib anglar, men vapshim yo'l qo'ymayman. O'risini anglashni aytay. Men faqat yo'l qo'ymayman. Meningda u xarakter yo'q, meningda qulchilik, g'ururni dafsanda qiladigan, egiladigan, xalqninki jundusni yalaydigan, xalqning bishtaqsizligini uchun egiladigan, xalqning 2-4 tal puli uchun, xalqning azroq foydasi uchun undaq narsa meningki astag'firullah. Menda undaq narsa yo'q. Men undaq deydi. Men shu o'ljininki elining pokis suyini ichib cho'ng bo'lgan. Men shu elininki jangovar Üstan naqshya, elininki jangovar zolimlarga qarshi turgan naqshlansam naqshlarni anglayman. Tushundingmi? Banda yerda cho'ng bo'lgan. İnqilobning bo'shki bo'lgan yerlarda. Sen haqqi, sen haqdek ilmoq, sening odamingdek ilmoq yo'qmi? Men unda 4 yil Ishkir universitetida o'qib, chet elga kelib 10 yil yashagan odamningki kallasi yo'qmi? Haq nima davatida, nima ketyapti, nima qotdi? Sen LP o'qigan bo'lsang, men inglizlarning LP'sini o'qigan. Shunga qanday vaqtida nocho'san, dingsang bo'lsa advokatingni kelib hukumat organlari bilan gaplashib, aloqaga chiq. Shu bexatarlik idorasi turibdi, soqchi turibdi, voy seni beradigan bo'ldi, adam keldi, unda qilmamsa, bunda qilmamsa, bu.
Berenmeydi Ömer Karat, ben sana dap koya. Dolkun ise sana yan dap koya, yani bir şey ettim. Bak kulağını dım tutup anla. Ağzımda pek düzeltmek istedim Roz Ramazan. Dilşat Reis sotka berenmeydi meni. Koludun kemmeydi. Onun koludun hiçnim kemmeydi. Sen hakkı kelidi, bana kemmeydi onunki. Ben bir şey yaşavatlı adam onun öyle. O degan jiraqtiki adamni qo'rqitib o'ynab psixikasiga hujum qilgan bilan man qilolmaydi. Mening qanchalik talabiligimni, nochiligimni biladi. Men degan Shvetsiyat bir, ey. Tushundingmi? Siyosatda olamda har qandaqininki yuguni mening qo'limda, tushunding? Mani qurultayning bak bilib bilish mani. Akam qarag'ay number 1 Shvetsiyada, tushundingmi? Uyg'urlarning ichida. Tugidi bo'ldi, boshqa gap yo'q. Tushundim? Mana bu videoda mana o'zimniki bilan turibdi. Qanday tashkilotning odami chiqsa, qandag'ini amma qo'llayman. Olib chiqarsam saqapandimga dedim, aka qo'llaymiz bo'ldi. Burun qishmas qo'ygan bo'lsam, bo'ldi buda qo'llaymiz. Gap yo'q dedim, xotirjam qiling dedim. Eliqi 3-tashkilotni qurib olgan, eliq xotinlar, eliq beshinglik bijdam yog'liqni almashtiradigan, bijdam do'p kiyib chiqadigan, eliq 3-si eliqi a'lo palalarma, eliqi san haqvag'o qara'y. Yo'qilishey menga. Kurash ko'sanning yana bishnimisi qanday eringning o'lgandan tortib, sukutxarlik sundusma, asha tugab ketma, asha demokratik Xitoylar qanday qildi, sen qanday qilding, yana bir nim qildi, kim qanday qildi, biz hammani bilamiz, tushundingmi? Hamma ishning vaqt sayti bor. U yerga 3-tashkilotni qurib elib, u yerda nazr qilib, iftorlik qilib, haq sovg'at berib, Shvetsiya xalqiga ko'ngilni elib, eliqi yo'qolib ketgan tashkilotning o'tirasiyalik xo'jayinlari men birga ishlagan qaysin bilan. Bu ovoz g'irish degan narsa men tunugun bugun biladigan narsa emas. Tushunib tushunishdingmi? Shu vaqtida shu klassik narsalar battika bir-birsinikini o'ynaydi ekansa, men burundan bilmayman u narsani. To'g'rida hamma narsa turibdi. Men Shvetsiya yuqori komitetining shu nimasida hamma narsa turibdi. Kirim, chiqim, na ketgan, kim yevatgan, kim ichayotgan. Şan dedim ki akam qarag'ay number 1 birinci bu yerda boshqasi yo'q meni oldimga o'tadigan deb. Abi Makkadan birisi bor ekan-ku, men shunda Uyg'urlarning avliyosi deb deydigan. Shunga o'xshash, shunda gap. Shunga o'xshash qarindoshlar, chunki basam qaynab qolgan yerim shu. Sharq Turkiston desam, mustaqillik kerak, irqiy qirg'inchilik desam, meni zaldan qo'g'lab chiqarib batmadi. Aksichi kelib, men bilan aloqa qilishadigan nomerlarim shundaq-ku. Narsalarni yezib, bizningki chegaramiz bor, undaq. Sharq Turkiston deysa, Şinjan degan gapni ishlatmaysa, men bizning g'ururimizga tegadi deb qo'ysak, zalning ichida bir kun Sharq Turkiston dedi. Bo'ladi-ku, biz o'rgansakli bo'ladigan ishlar-ku bu. Dilyanon deganlar top to'g'ri-ku. Azroq ilqimda pulangishib bersang, desam, men qurultayning manda bo'lib ketganda iliq paq-paq bo'lib ketgan gunohlarni g'ururing yo'q, sen gunohlarniki onang tug'magan sen haqni borku. Cho'shqamgan gunohlari adam bo'lishmaydigan. Bo'pti qarindoshlar, unda bo'lsa, Xudoyim g'amonat.